Rahmanir-Rahim. Assalomu alaykum Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari, kiraverasizlar. Xo'sh, ko'rib turibsizlar, Farg'onani bo'ydalik ustakalarimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida yana bitta Fayzli xonadonni cho'tkilab remont qilib berishdi. Bu yerda devoriga yangicha fasonda travertin va sokoliga esa mana shunaqangi metallogranit yopishtirib berishdi. Kimga shunaqangi ishini garantiyasi bor, sifati zo'r ustalar kerak bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Ustakalarimiz travertinni o'zlari ishlab chiqaradi. Xohlasa ustakalarimizga ham tarqatishaveradi, bo'lmasa o'zlari chiroyli olib borishib, shunaqangi remontlarda qilib berishaveradi. Videomizni boshida bitta like bosib, qurilish qilaman deb turgan tanish bilishlarga jo'natib qo'ysanglar, kimgadir juda katta foydasi tegib qolishi mumkin. Qani biz bo'lmasa narx-navoni yoritib berishni boshladik. Assalomu alaykum. Aka, rahmat. Alloh yaxshi. O'zingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ko'rib turibmiz, yana bitta Fayzli xonadonda aka. Cho'tkilab remont qilib berishlar. Onlayn dars ko'rmasin aka. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaveradi aka. Tushunarli. Akalarimiz o'sha Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Bachqir qishlog'idan. Shunday ekan, o'zlaring travertin ishlab chiqarasizlar, ha? Nomi nima bu travertinda aka? Bizniki Soft House firmamiz bor, o'zimizning firmamiz bor. 5 ta brigadamiz bor. Hozir 10 ta bo'ldi. Sezon, to'y sezon. Bu to'y sezon. Ha, Leonardo remont sezonmi? To'yga hamma remont qiladi, o'zingiz bilasiz. Tushunarli. Значит, xonadonlar katta hozir domlar quryapti, domlarga ham borib chiroyli remontlarni qilib beraverasizlar. Aka, bunimiz masalan yangicha fasonda, adashmasam, shunday, bu Leonardo fasoni travertindan ko'ra boshqacharoq bo'ladi. Turishi ham, video ham boshqacha bo'ladi. Video ham boshqacha bo'ladi. Nariga nisbatan qimmatroq bo'ladi bu. Haligi nima? Kartamiro bilan ulardan ko'ra yangi chiqqanlar. Marmarinoni yangicha fasoni. Yangicha fasoni bu toshdan bayroq bo'ladi, o'zgacharoq bo'ladi. Как будто aboyga o'xshaydi. Shunday aboyga o'xshab tovlanib turadi-da, salqinda boshqa quyosh boshqa ko'rinadi. Bu tomondan tepalarni ko'rsatdim bular. Ustaka, bu yer общий necha kvadrat travertin qilib berdilar? Bet 663 shahar. 663. Plus patologlar ham bor ekan. Patologlarimiz ham bor, ha, shuning uchun tashqari ham bor. Tashqari, ichkari. Endi bu yerda devorning holati qanday holatda edi ustaka? Yangi shkotrga bo'lgan holatda edi. Patologlarimiz gipsokardon edi. Gipsokardonga tortib turib. Tushunarli. Necha sloy nima qilildi bu yerda? Bir sloy gruntovka, ikki sloy o'sha travertin o'sha marmarino loyidan ishlatildi. Bir sloy podirovka bo'ldi. Ikki sloy atijento jemshik berildi. Keyin berilgandan keyin andavada surib chiqiladi-da buni. Ustidan. Necha marta mehnat ko'proq. Necha marta ishlov berilyapti hoshimda? Travertindan ko'proq mana bir sloy shpagilovka, ikki sloy travertin bo'lsa, ikki sloy atijento jemshik, ustidan yana mana bo'ladi, ha? 7 sloy bo'lyapti. 7 sloy atrofida bo'ladi. 7 marta mana shu 1 kvadrat joyga ishlov berasizlar. Shunday emasmi aka? O'shanda mana shu holatga keladi. Tushunarli. Значит, 7 marta akalarni ishlov berisharkan, o'shanda shu holatga kelar ekan. Gap yo'q, zo'r. Necha kunda bitirib berdilar aka bu xonadonni? 25 kun bo'ldi. 20 kun ish kunida 3 kishi bitirishdilar. 3 kishi 25 kun, ha? O'zimiz yerlarimiz bitirishdi. 25 kunda mana ko'rib tursa 633 kvadrat dedingizmi? 663. 660 kvadratni shu holatga keltirib berdi. Qoyil, zo'r. Patologni ham topib qo'yasiz, operator juda ham chiroyli chiqdi. Aka, endi bunimizni masalan bu yerda uyda egasi nima olib berdi sizlarga? Leysak, skoch, hamma yo'q o'zlaringdanmi? Yo'q, leysalarni o'zi olib berdi. Biz o'zimiz atrofimizda bo'lsa nima qiladi? Bettikni o'zi nima qilib berdi. Endi O'zbekiston bo'ylab xizmatdan uzoqroq bo'lsa uyda egasi olib beradi. Aviomga qarab kelishiladi. Lekin mana salafanlar o'zidan olib beradi. Salafan nimaki bor, qilgan narsasini o'zimiz olib boramiz. Letkazgacha o'zimiz olib boramiz. Tushunarli. Xo'sh, 1 kvadratini bitishi qanchadan qilib berdilar mana shu holatda? Mana shu holatni 1 kvadrat metrda 150 ming so'mdan to'g'ri keldi. 150 so'mdan. Leonardo fasonda bu o'sha. Leonardo fason 1 kvadratini bitishi, ya'ni 7 marta ishlov beriladi. 1 kvadrat 150 ming so'm. Ketyapti turgan usta haqqisi travertini faqat leysani uyda egasi olib beradi. Shunday emasmi aka? Hammasi o'zimizdan. Qoyil, zo'r. O'zi sizlarda aka, masalan, eng arzoni qanchadan qanchagacha boshlanadi? Oddiy travertin bo'ladigan bo'lsa, bir sloy gruntovka, bir sloy travertin, keyin lak, ikki sloy lak, xizmati hamma yo'q 100 ming so'mdan boshlanadi. Atachinto jemshik bo'lib sal o'zgaradigan bo'lsa, qo'shilib ketaveradi. 130 mingdan 150 minggacha bo'ladi. Kartamiro fasonlar. Aviomizga qarab. Eng arzoni aytaylik, 100 ming so'mdan 150 ming so'mga. Shunday. Variantlar bor. Variantlar bor. Buni endi aka qancha garantiya beramiz masalan? Endi avvalo shunday. Garantiya deb bo'lmaydi, lekin mabodo 3 yil, 4 yilgacha tushib ketadigan bo'lib yoki rangi o'zgarib, tepasi boshqacha bo'lib o'zgaradigan bo'lsa, biz qilib beramiz. Servis bor. Firmada bizniki, haligi boshqa yerdan olmaymiz. Tushunarli. Kasbimizni yaxshilab ishlatamiz. Biz ishlarimizni o'zimiz chiqarib boramiz, o'zingiz ko'rasiz. Ish bilan ish farqi bor-da. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni ishga xudo xolasa sifati yaxshi, javob beriladi. Uyaltirilmaydi. Tushunarli. Buni bemalol karcher-parcher desa ham bo'laveradi. Bemalol yuvib ko'raverasiz. Behijoat u rang o'zgarib boshqasi bo'lmaydi. Bo'lmaydi, tushunarli. Endi ustaka masalan faqat o'sha qumshuvoqqa qilsa bo'ladimi yoki boshqa masalan oldin vodomitsionniy kraska bo'lgan bo'lsa, shunaqa nimalarga sinchli uylarga ham qilsa bo'laveradi. Kataliniga tortib, aviomga joyini ko'riladi, hisob-kitob kelishiladi, borib hisoblab ishlab beramiz.
Mag'ga bosib qilinadi. Ya'ni devorgacha ishlov beriladi. Shunday, ha, xizmatlar bor. Ishlov beriladi. Tushunarli. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha qadrdonlar bitta layk bosib, qurilish qilayotgan tanish bilishlarga jo'natib qo'ysang, albatta kimgadir foydasi kelib qolishi mumkin. Xo'sh, so'kilda ham sizlar chiqarib beriladimi ekan? Ha, biz birgalikda chiqarib beramiz. Nima qanaqangi material ishlatilgan bu yerda? Bu hali o'sha chaqlanadigan Angola bilak. Angola bilak Xitoyda originali, chaqlanadigan variant. Chaqlanadigan o'zlari chaqlanadi. Buni haligi chaqlanmaydigani bo'ladi, arzonroq bo'ladi, lekin bu chaqlanadigan variantda. Xo'sh, bu hali 60 ga 60 mi ustaka yo 120 ga 60 ham bor, 60 ga 60 ga ham bor, 120 ga. Endi kesib qo'yilganda bular figura ishlangan. Eng qimmati shu, hali ish ko'proq. Mehnat ko'proq. Mehnat ko'proq. Ya'ni delali bo'lgan chaqini sanab beray, maylimi? 1 2 3 4 5 6 7 8 ta chaqlangan ekan har bir nimada. Xo'sh, bunimiz material qanchadan olinadi? Общий uy egasiga 750 mingdan atrofdan to'g'ri keladi. Hammasi o'zimizdan. Bitish qoladi. Hamma yo'q o'zlaridan. 1 kvadratmi yo metrmi? 1 metr, metrgacha bo'lganda bu ham 1 metrga borib qoladi-da, bu ham bunday qo'shib hisoblagan hisobga 1 metrga borib qoladi. Noldan tepadagi nolgacha oladigan bo'lsak, 1 metr boradi, ha. Delali variantda 2 marta chaqlangan, 1 kvadratini bitishi ketib turgan materiali, hamma yo'q o'zidan uydagi egasi semon bilan kompotni olib beradi, lekin bo'ldi. Metpesovni olib beradi. Qolgan miq dubl muqlar hamma yo'q o'zidan. Afixgacha o'zimiz olib beramiz. O'zlari olib beradi. 1 kvadrat bashi 750 ming dedingmi? Shunday. 750 ming so'mga bitgan nimani ko'rib turibsiz. Agarda mana shu narsalar, masalan, chaqlanadigan narsalar kam bo'ladigan bo'lsa, narx qaytadi. Ancha tushadi. Tushadi. Ancha tushadi. Bu masalan eng arzoni qanchadan boshlanadi? Eng arzoni, masalan, oddiy kafelda oladigan bo'lsa. Endi O'zbekistonda kafelni qo'yib, eng arzoni 300 ming so'mga bitadi. O'sha ustalar hamma yo'q o'zimizda bo'ladi. Agar mana tepadagisi mana uni oq mramor qo'ydiradi ko'pchilik. Shu 50 ming so'mga qo'shilib ketadi. 300 ming so'm. O'zidan bo'lsa shunaqa to'g'ri keladi. Agar mana o'sha chaqlanib qo'yiladigan bo'lsa, bu qimmat turadi-da, metriga ham mana o'sha hisobiga 50 ming so'mdan minadi. Endi ustaga ba'zi bir joylarda masalan buni santimetrga hisoblashar ekanda. Shunday. Masalan, sizga materialni olib kelib bersa, tayyor chaqlatib olib kelib bersa, qanchadan qilib berishlari mumkin 1 santimetrni? Hali odamlarni so'kili har qo'yib berishdi. terib berishdi o'zi. Terib berishimiz o'zi aka. Usta haqsi. 200 mingdan 250 minggacha atrofida. Santimetrni aytaylik, qancha? 2 ming so'mdan to'g'ri keladi. Metrga hisoblanadi. metrga metrga, kim uni ob'yomga qarab-da. Mana ular misol Bunga mehnat rosa ko'p ketadi-da bularga. Nari oddiyroq bo'ladigan hozir qimmatni aytib qo'yadigan bo'lsam bo'lib qoladi. Bo'ldi. Oddiyroq bo'lsa arzonroq tushadi. Tushunarli. Arzonroq Kelishiladi. Variantlar bor. Qanday desa qilib beradi. Tushunarli. Xo'sh. Menimcha hamma ma'lumotni yo'q. Mana bular deb ketaylik. Travertingga masalan, aka mana bunaqangi shakllar chiqargansizlar-da. Bular po'kakmi aka bular? Yo'q, bu albastir. Albastir. Uydagasi maqlangan. Uydagasi olib berami buni? Yo'q, bularni o'zini olib kelib o'rnatib naq beriladi. Uni qilib beriladi. Tortmada sotib naq beramiz. Tortmachilarimiz ham bor. Narx qanchadan bularni masalan? Buni endi ob'yomiga qarab kelishiladi. Katta kichikka qarab kelishiladi. Hech bo'lmasa mononi aytib ketaylik, derazalarga tushadigan. Agar lepka bo'ladigan bo'lsa, mana shu gulxo'y ishlab ketadigan bo'lsa, mana po'kaktiyaga bo'ladigan bo'lsa, o'zimizdan bo'ladi. Bular bo'lsa adden ishlab, hisob-kitob kelishib ketaveradi. Tushunarli. Значит, kelishiladi. Hamma narsa. Mashq holati bir 500 mingdan 1 milliongacha borishi mumkin. Mana taydagilarni qo'shiladi-da. Albatta, lekin qimmatroq. Buni nima tarixlari? Shunday. Tepachi patolog. Narxi bir xilmi? Patolog narxi bir xil, mana ular bo'lsa addenni bo'ladi, qo'shiladi buni. Karnizlari? Karnizlari. Lekin travertin bir kvadrati o'sha 150 ming so'm. Shunday ketaveradi. Tushunarli. Xo'sh, qadrdonlar, Alloh xotir qancha ma'lumotni berdik. Albatta mana shu mehnatga ustakalarimiz mehnatini qadrlab, bitta layk bosib, tanish bilishlarga, gruppalarga, qandaydir gruppasiga jo'natib qo'ysangiz, albatta ular ham remont qilishi mumkin. Ustakamiz xizmatdan foydalanish qolaveradi. Shunday ustaka, salomat bo'lasizlar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha. Salom.